assalomu alaykum. Yaqinlar, hammaga xayrli kun. Og'ajonlar, mana o'sha uzoq kutilgan legendarniy bonusimiz nasib etsa 17-turimizni Cobalt avtomobilini topshirish jarayonidamiz. Telegramga ham qisqa video qo'yib ketyapman albatta. Hozirda akalar bilan aloqaga chiqdik, bog'landik, barcha daniylarni oldik, og'amizga generalniy qilib o'tkazib berdik. Og'ajonlar xohlasa sotadi, xohlasa o'zi minishlari mumkin bo'ladi. Hozirda Baxt uyi yonidagi notariusdamiz. Hammasini oformlik qilib, chotki qilib og'ajonlar tayyorlab qo'ydik. Endi esa akani встречать qilamiz. Bir tinchroq joyga o'tib, bir suhbatlarni olamiz nasib etsa. Videoni davom ko'rib boraverasizlar nasib etsa. Legendarniy Cobalt'imizni topshiramiz og'aga eson-omon va ular o'z yo'lidan, biz o'z yo'limizdan. Xudo xolasa yana bitta bonus akamizni ham chaqirib qo'yganmiz. Ular bilan ham iloji bo'lsa ko'rishib bir suhbatni olib boramiz og'ajonlar. Hammaga omad. Keyingi mana bu bo'layotgan Malibular turimizda ham ishtirok etmoqchi bo'layotganlarga 2 dona bonusimiz bor. Eng ko'piga Gentra birinchi o'ringa, ikkinchi o'ringa esa Spark avtomobili qo'yilgan. Xudo xolasa aktiv bo'ling, maksimal darajada biletlarni bosing og'ajonlar. Finalda ham, finaldan so'ng ham diydor ko'rishamiz.